Farg'ona shahar tekstilda Shohsaroyda orqasida 5 sotixli kottej forma qilib solingan aka gaz, suv, svet, kanalizatsiyalardan umuman muammosi yo'q joyda sizga bitta zo'r lokatsiyadan joy topdim aka. Bitta ko'rib video obzorini ko'p chiqamiz. Mana bu asosiy eshikdan kirishimizga eshigini tagida ham o'zini zeleniy zonalari bor, hamma sharoitlarga ega. Aka bitta bilasiz, umuman kommunikatsiyalardan muammo sezmaysiz aka. Mana bu asosiy eshikdan kirishimizga bitta ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu tomoni to'rt burchak 5 sotix aka. Hop mana bu tomonida o'zini zeleniy zonaga joyi bor, qo'shimcha qurilish qilish uchun ham yetarlicha joyi bor. To'rt burchak chorsi joy aka. Hop mana asosiy eshikdan kirishimizga bu tomonda uyimizni ko'rib chiqamiz aka sizlar. Mana kirishimizga kottej forma qilib solingan. Mana bu yerda koridor qilib qo'yilgan aka. Eng zo'ri qishda havo soviganda eshikni ochganingizda uyni ichiga sovuq bo'lmaydi aka. Mana kirishimizga hamma yo'g'i aka rosa zo'r saqlangan ekan. Mana bu ataplenalargacha qilib qo'yilgan. Hozirgacha issiq turibdi. Bu tomoni mana oshxona. Endi oshxona to'g'risida mana bu yerda o'zini sanuzeli aka. Bo'ylarni qarang, zo'r qilib yopishtirilgan ekan. Bu tomonini mana bu yerda zal qilasiz aka. Zal qilsangiz, bo'ylari ham chiroyli holatda turibdi. Eng asosiysi aka, mana shu videoda ko'rinayotgan hamma narsasini shuni tashlab ketaman deyapti. Faqatgina shu kiyimimni olib ketaman deyaptilar xolos egalar. Xo'p ana endi bu yerdan kirsak, bu yerdan yana bitta koridor, haqiqiy labirint aka. Mana bu yerdan kirganingizda bu xona bu devorni qalinligini olib qo'ying. Qalinligini qarang devorni. 2 g'isht urilganmi? Xonadon egalari aytishi bo'yicha 2 ta g'isht qo'yib, orasiga beton qo'ygan xo'jayinim deyaptilar. Xo'p, kirishimizga bu yerda o'zining spannisi. Spanni. Xo'p, mana bu tomonga chiqsa, bu tomonida ham bitta xona, buni detskiy o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Remontlari yaxshi aka, hamma sharoitlari bor. Bu tomonida ham yana bitta xona aka. Remontlarni yaxshi. Endi aka o'zingiz fukusingizga qarab kelib, ozgina kosmetik remont qilib olasiz. Endi bu xonani ko'rib chiqdik aka. Endi bu tashqari tomoniga ham 3 xona qilib uy solingan. Xo'p, hovlini etag qismida bitta tashqari tomondan hojatxona tashab ketilgan. Mana bu zeleniy zonani qarang. Oldingi qurilishda aka hamma sharoitlarga zo'r qilib qurilgan. Bu tomonida yashamaganmiz deyapti xonadon egalari. Mana bu yerda oshxona qilingan ekan. Bu yerda yana bitta xonasi. Bunisida yana bitta xonasi. Manzilimiz Farg'ona shaharda, tekstilda, Shohsaroyda orqasida 5 sotixli 4 burchak chorsi joyimiz aka. Xo'p, xonalarimiz 8 tami 9 ta chiqdi. Shunda mana shu 9 xona bo'lsa kerak. Gaz, suv, svetlari, kanalizatsiyasi hammasi zo'r holatda, ataplenalargacha qilib qo'yilgan ekan. Xonadon egalari aytishi bo'yicha xonadan umuman hech nima olmayman deyaptilar. Hamma narsasini shuni tashlab ketaman. Faqat kiyim-kechagimni olib ketaman deyaptilar. Narxini 76.500 ga baholandi aka. Kelib ko'ring aka, sizga yoqadi.